Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan chin dildan gaplashmoqchiman. Ko'pchilik ko'p tenderlar yutishni, tenderlarda muvaffaqiyat qozonishni orzu qiladi, lekin ko'pchilik faqat orzu qiladi, ammo harakat qilmaydi. Nega? Chunki ular hayotlarini mustahkam prinsiplarga qurmaydi. Men esa o'z hayotimni, biznesimni, tenderimdagi yutuqlarimni aynan 5 ta oddiy, lekin kuchli prinsip asosida quraman. Keling buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi prinsipim bu 100% javobgarlik mening eng katta kuchim. Xato ham, yutuq ham faqat mening qarorim va mening tanlovimdir. Men har bir natijani 100% o'zimniki deb bilaman. Tender yutmadimmi, hech qachon raqiblar arzonroq berdi, buyurtmachi noto'g'ri tekshirdi, komissiya tarafkashlik qildi deb bahona izlamayman. O'tiraman, chuqur nafas olaman va o'zimdan so'rayman. Qayerda xato qildim? Taklifimning qaysi qismi zaif edi? Narx, texnik qismi, tajriba, hujjatlar yoki kafolatlar balki xatodir. Keyingi safar nimani butunlay o'zgartirishim mumkin? Bir paytlar eng katta tenderimda 7 milliard so'mlik loyihada yutqizgandim. O'sha kuni bunchalik xafa bo'lganimni eslamayman ham. Kechasi uxlay olmagandim, to'g'risini aytsam. Lekin aynan o'sha og'riq meni butunlay o'zgartirdi. Ertasiga men o'tirib, o'sha taklifni har bir bandini yirtib tahlil qildim. Zaif tomonlarini ro'yxatga oldim. Keyingi 3 ta tenderni esa ketma-ket yutdim va har birini oldingizdan kattaroq summada. Chunki javobgarlik bu o'sishning birinchi va eng muhim qadami. Javobgarliksiz hech qachon oldinga siljimaysiz. Bahona topish oson, lekin o'z xatolaringizni tan olish haqiqiy kuchdir. Ikkinchi prinsip bu intizom, motivatsiyadan 10 barobar kuchlik. Motivatsiya bu olov, keladi, yonib turadi, keyin o'chib qoladi. Intizom esa bu dvigatel. Har kun ishlaydi, to'xtamaydi, ob-havoga qaramaydi. Tender olamida intizom bu hamma narsaning asosi. Chunki tender yutish bu bir kunlik ilhom emas. Bu har kuni ertalab erta turib, tender e'lonlarini tekshirish, muddatdan 7-10 kun oldin hujjatlarni to'liq tayyorlash, har bir bandini texnik taklif, narx, tajriba, kafolatlar 3-4 marta tekshirish va tuzatish, mijoz va buyurtmachi savollariga va'da bergan vaqtda javob berish. Yo'qotilgan tenderdan keyin ham darhol keyingisini tayyorlashga o'tirish. Men motivatsiya bo'lmasa ham qog'oz oldiga o'tiraman va ishlayman. Natija? Yo'q, tizim ishlay boshladi, tenderlarga tayyorgarlik avtomatlashtirildi. Xatolar kamaydi, vaqt tejaldi va daromad barqaror o'sishni boshladi. Uchinchi prinsip, qiymat bersang, pul o'zi keladi. Tenderlarda ko'pchilik faqat bitta narsani o'ylaydi. Arzonroq bersam, yutaman. Lekin men o'zim tajriba qildim va bu tajriba og'riqli bo'ldi. Arzon narx bilan yutgan tender keyinchalik katta muammolarga aylanadi. Sifat past bo'ladi, materiallar yomon, ish kechikadi, mijoz norozi bo'ladi. Jarima, shartnoma bekor qilinishi, obro' yo'qotish, keyingi tenderlarda qora ro'yxatga tushish xavfi bor. Natijada arzon deb o'ylagan narsa aslida eng qimmatga tushadi. Vaqt, pul, nerv va kelajakdagi imkoniyatlar. Haqiqiy g'alaba esa narx emas, balki qiymat bilan keladi. Qiymat degani nima aslida tenderda? Sifatli materiallar va ish bajarish, va'da qilingan muddatda topshirish, mijozga ishonch beradigan tajriba, kafolatlar, sertifikatlar, qo'shimcha xizmatlar. Buyurtmachining haqiqiy muammosini hal qilish. Ular faqat arzon emas, balki ishonchli va uzoq muddatli hamkor izlaydi. Bozorga chinakam qiymat bersangiz, mijozlar sizni izlab topadi. Arzon narx bilan raqobatlashish oson, lekin qiymat bilan raqobatlashish bu uzoq muddatli boylik qurishning kalitidir. 4-prinsip, atrofingizdagi odamlar sizning darajangizni belgilaydi. Bu mening hayotim va biznesimdagi eng og'ir, lekin eng muhim o'zgarishlardan biri bo'ldi. Agar har kun atrofingizda hayot qiyin, tenderlarda yutish mumkin emas, raqobat kuchli, hech narsa chiqmaydi, davlat bermaydi deb shikoyat qiladigan, bahona topadigan odamlar bo'lsa, siz ham asta-sekin o'sha darajaga qolib ketasiz. Salbiy energiya yuqumli kasallik kabi tarqaladi. Ularning gaplari sizning fikringizga, qarorlaringizga, harakatlaringizga singib ketadi va natijada o'sish to'xtaydi. Men o'zimni shunday muhitdan chiqardim. Avvalgi do'stlarim, tanishlarim orasida ko'pi tender yutish bu omad, tanish bilish deb o'ylardi. Lekin men o'zgartirdim. Katta o'ylaydigan, allaqachon bir nechta tender yutgan tadbirkorlar bilan tanishdim.
Networking tadbirlariga, tadbirkorlar klubi, biznes uchrashuvlari, asoschilar klubi kabi yopiq hamjamiyatlarda qatnasha boshladim. Ularning savollari meni o'zgartirdi. Keyingi tenderning qanday qiymat beradi? Bu taklifda qayerda zaiflik bor? Qanday yaxshilaymiz? Raqobatchilar nima qilyapti? Biz undan kuchliroq nima qila olamiz? Kabi savollar bilan o'zimni ko'mib tashladim. Bu savollar meni kichik o'ylashdan chiqarib, katta darajaga ko'tardi. Natija esa oldingi oyga bitta kichik tender yutardim. Endi oyiga 4-5 ta va summalari oshib bordi. Chunki muhit o'zgargach, fikrlash o'zgaradi, harakat o'zgaradi, natija o'zgaradi. O'sishni chin dildan xohlasangiz, muhitni majburan o'zgartiring. Salbiy gapiradigan odamlardan uzoqlashing. Yangi do'stlar toping. O'zbekistonda tadbirkorlar uchun networking imkoniyatlari bor. Klublar, uchrashuvlar, onlayn hamjamiyatlar. Ularga qo'shiling. 5-prinsip: qisqa yo'l emas, uzoq yo'lni tanlayman. Tez boyish ko'pchilikning orzusi. Bir kechada million, tez tender yutish sxemasi, sirli formula, tanish-bilish orqali degan gaplar, lekin ularning 99% vaqtinchalik, xavfli yoki to'g'ridan-to'g'ri firibgarlik. 1-2 marta ishlagan ko'rinsa ham oxir oqibat yiqiladi, obro' yo'qoladi, pul ketadi, huquqiy muammolar yuzaga keladi. Men uzoq yo'lni tanladim. Bu yo'l qiyinroq, vaqt talab etadi, lekin oxiri haqiqiylik, barqaror boylik, hurmat va mustahkam biznes. Bu yo'l degani tizim qurish, tenderlarni avtomatik kuzatish, hujjatlar shablonlari, narx tahlili, taklif tayyorlash jarayoni. Bir marta qurib har safar tez va sifatli ishlaydi. Obro' orttirish, har bir tenderda sifatli ish, va'daga sodiqlik, mijozdan ijobiy fikr. Bu keyingi tenderlarda avtomatik ustunlik beradi. Strategik reja, ya'ni 1 yillik, 3 yillik, 5 yilga maqsadlar qo'yish, har kuni bir qadam. Bugun bitta tender e'lonini o'rganish, ertaga hujjatni tekshirish, indin bitta yangi tender bilan suhbat. Kichik, lekin doimiy harakatlar. Bir misol, bir necha yil oldin tez yo'l izlab, bir necha arzon va tez tenderlarga kirganman. Natija esa jarimalar, kechikishlar, mijozlarning noroziligi. Keyin to'xtadim va uzoq yo'lni boshladim. Tizim qurdim, obro'ni tikladim, strategiyani o'zgartirdim. Bugun o'sha tez yo'l bilan yurganlarning ko'pi to'xtab qoldi yoki qiyinchilikda. Sabr qiling, mehnat qiling, chunki cho'qqiga tez chiqadigan yo'l yo'q. Faqat uzoq, ammo ishonchli yo'l bor. Bir kun kelib o'zingizga qarab, rahmat, o'sha paytda to'xtamaganim uchun deb aytasiz. Mana shu 5 prinsip mening hayotim va biznesimning asosi. 100% javobgarlik, intizom, qiymat berish, to'g'ri muhit va uzoq yo'l. Agar siz ham shu 5 ta oddiy lekin kuchli prinsipni hayotingizga qo'llasangiz, tenderlaringiz, biznesingiz, daromadingiz hammasi o'zgaradi. Ishonavering, bu ishlaydi. Sizga qaysi prinsip eng yaqin keldi? Qaysi biri bilan bugundan boshlab harakat qilasiz? Kommentariyaga yozishni unutmang. Ha, aytgandek, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.